Sizlarga bir yaxshilik qilaymi o'rtoqlar. Xullas, bu videoda juda ham oson, juda ham sodda, juda ham sifatli qilib o'z tajriba bilimlarimni beraman. Birinchi o'rinda bizga to'g'ri SNR, qarshilik va himoya zonalarini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Buni belgilab olish juda ham oson. Qaranglar, yosh bolacha qilib tushuntiraman. Birinchi o'rinda mana bu svechamiz keladi. Bozorda bor yo'g'i o'zi ikkita svecha bor xolos. Bittasi bichi, bittasi medveji. Mana bu bichi svecha. Yashil ko'tariluvchi svecha. Yashil ko'tariluvchi svechani har doim yuqori qismi, yopilgan qismi yuqorida bo'ladi. Mana bu yuqori qismi har doim qarshilik zonasi hisoblanadi o'rtoqlar. Yuqori qismi bo'lganda ham aynan mana bu soya bilan, mana bu soya bilan tanani birlashgan joyi, mana shu joydan har doim mana shu joyni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu joy har doim qarshilik leveli. Qalay tushundinglar? Bu sizlarga tushunarlimi? Juda ham oson va sodda ma'lumot bu. Shu bilan birgalikda juda ham informativni kerakli ma'lumot. Ko'pchilik buni bilmaydi. Qaranglar. Endi himoya zona deganda mana bu yashil bichi svechani, ko'tariluvchi svechani tagini tushunishinglar kerak emas o'rtoqlar. Men aniq точно qilib aytaman bu videorolikda. Support zona deganda mana bu joyda mana medveji svecha, qizil rangli tushuvchi svecha. Bu sizlarga tushunarlimi? Demak tushunarli. Himoya zonasi deganimizda biz mana shu svechani aynan pastga yopiluvchi, yopilgan narxidan olamiz. Yopilgan narxidan olganda ham aynan mana bu joydagi tochkasidan. Aynan mana bu joydagi tochkasidan olamiz. Mana shu joy support zona. Mana yana ham soddaroq bo'lish uchun yozib qo'yaman. Support. Sizlar birinchi o'rinda to'g'ri SNR levellarni belgilashda uje o'rganib oldinglar. Uje sizlarda bu ma'lumot bor. Sizlar qarshilik zonasini belgilayotgan paytinglarda adashtirib mana bu tushuvchi svechani, pastga tushadigan svechani, medveji svechani mana bu ochilgan narxidan olib olmasanglar bo'ldi. Mana shu joyda belgilab turib, mana shu joy bo'ldi, meni qarshilik zonam, narx mana shu yerga kelganda bu yoqqa reaksiya oladi degan fikrni chekiga surib, iloji bo'lsa miyadan olib, mijg'ilab musorga otib yuborsanglar ham bo'laveradi. Yoki shuni teskarisi, mana bu yashil svechani tagini bu joy support zona deb belgilashda uje chekiga suringlar. Uje bu narsadan voz kechish kerak. Mana bu yashil svechani tagi himoya zonasi, support zonasi bo'ladi. Qachonki undan oldin mana bunaqangi medveji svechani yopilgan narxi mana shu joyda turgan bo'lsa, yana ham soddaroq qilaman. Например, undan oldin mana bunaqangi medveji svecha bor bo'lsagina biz mana shu joyni himoya zonasi deb belgilab olamiz. Qachonki mana bu svechadan oldin mana bu qizil svechani yopilgan qismi bor bo'ladigan bo'lsa, ana o'shandan so'ng biz bu joyni support zona deb olamiz. Ana o'shanda ham mana shu svechani yopilgan narxidan belgilab olamiz o'rtoqlar. Esinglarda bo'lsa, men sizlarga doim oldingi videoroliklarda qarshilik va himoya zonalarini topish uchun doim aytganman, bitta qizil svecha, bitta yashil svechani yopilgan, ochilgan narxi bitta urovenda bo'lsa, ana o'sha joyni mana bunday zona qilib belgilab olib, himoya zonasi yoki qarshilik zonasi deb belgilab olamiz deb aytganman va bu informatsiya to'g'ri. Bugungi aytayotgan informatsiyam u safar oldingi aytgan informatsiyalarimni qarama-qarshi emas, shunchaki yana ham aniqroq, yana ham tiniqroq, точка virgul harfigacha, raqamigacha aniq belgilab, bozorga zilka qilib, snayperskiy entry qilish uchun men sizlarga informatsiya aytyapman. Mana bu qizil svechadan oldin birorta bir yashil svecha mana bunaqangi bo'lib yopilsagina, keyin biz mana shu zonani o'zimizga qarshilik zona ekan deb belgilab olsak bo'ladi. Chunki bu joyda svecha, qizil svecha borligi uchun emas, yashil svechani yopilgan narxi borligi uchun biz bu joydan qarshilik zonasi deb belgilab olamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Videoni mana shu joyda pauzaga qo'yamizda, orqaga qaytaramiz. Yaxshilab boshqatdan eshitib chiqamiz. Bilmaganlar uchun yangi ma'lumot, bilganlar uchun takrorlash. Mana bu mening YouTube kanalim. Kanalimga kiradigan bo'lsanglar, video bo'limiga o'tamiz. Juda ham ko'plab informatsiya va ma'lumotlar joylab ketganman, joylashtirilgan. Bu joyda real savdolarim ham ko'rishinglar mumkin. Mana bu joyda playlist bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan hamma informatsiya, ma'lumotni bo'limlarga bo'lib, mavzulashtirib qo'yganman. Bulardan kelib foydalanishingiz mumkin. Brokerlardan registratsiya o'tish ham, darsliklar ham, jonli savdolar ham, razgon depozitlar ham hamma ma'lumot bor. Va bundan tashqari sizlarga kerakli bo'ladigan informatsiyalarni hammasini videorolik izoh opisiyaniyasiga joylab ketaman. Yashil svechani yopilgan narxi qarshilik zona, qizil svechani yopilgan narxi support zona.
Endi bu narsani hozir men sizlarga time frame'ini qanday qilib ishlatish to'g'risida ma'lumot berganimdan so'ng Trading View ga shunday kiramizda, Trading View da sizlarga aniq, точный, четкий qilib tushuntirib ko'rsatib beraman. Bugungi sizlarga qiladigan yaxshiligim ikkinchisi bu to'g'ri time frame ishlatishda наконец-то уже tushunib yetaylik, o'rganaylik. To'g'ri time frame ishlatish. Mana bu joyga yozaman, qaranglar. E'tiborimizni yaxshilab qaratamiz. Oylik, haftalik, kunlik time frame'ni alohida time frame qilib ajratib qo'ydim. Bu time frame bizga trend yo'nalishini va bozordagi eng kuchli levellarni, levellarni belgilab olish uchun kerak bo'ladi. Daftaringizga yozib olinglar iloji bo'lsa. Mana bu joyda mana ma'lumot yozamanki, bu time frame'larning eng asosiy maqsadi bizga kerakli bo'ladi. Mana bu yuqoridagi 3 ta time frame, katta time frame'lar bizga birinchi o'rinda trendni aniqlab olish, eng asosiy kuchli levellarni, support yoki resistance zonalarini belgilab olish va asosiy rejani tuzishda kerak bo'ladi va biz shundan ishlatishimiz kerak. To есть qayerdan kiramiz, qayerdan chiqib ketamiz. Самый главныйsi bozorda kirishdan ham ko'ra qayerda chiqib ketishni bilish juda muhim omillardan hisoblanadi. Mana shu 3 ta narsani, asosan 3 ta narsani qilish uchun mana shu oylik, haftalik, kunlik time frame bizga kerak. Endi 4 soatlik va 1 soatlik time frame esa mana bu uchalovi yozgan narsamni yana ham detallashtirilgan varianti. Masalan, trendni aniqlashmi 4 soatlik va 1 soatlikda yana ham aniqroq qilib aniqlash. Kichkinalashtirib aniqlash. Eng asosiy levellarni belgilash deb yozyapmanmi? Eng asosiy levellarning yonida kichkina time frame'da yana shunga o'xshagan levellar bo'ladi. Biz buni 4 soatlik va 1 soatlik time frame'dan topamiz. Asosiy rejani tuzamiz katta time frame'da, mana bu 1 soatlik va 4 soatlikda esa ana o'sha asosiy rejaga planga qo'shimcha reja tuzish uchun ishlatamiz. Bu ikkala time frame biz uchun yordamchi time frame hisoblanadi. Vot. Bu narsalarni daftaringizga yozib olinglarda, men hozir Trading View ni ochamanda va nima haqida gapirganimni amaliyotda ko'rsatib beraman. Xo'p, o'rtoqlar, Trading View platformasini ochdim. Bu shaxsiy grafiklarimdan biri. Buni hammasini полностью o'chirib tashlaymiz. Noldan sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda oylik time frame ga boramiz. Oylik time frame oltin instrumenti e'tiborimizda turibdi. Yaqinlashtiramizda va biz birinchi o'rinda support and resistance zonalarini belgilab olishimiz kerak. Katta oylik time frame da hozir faqatgina support zonalar bor. Hech qanday resistance zonalarini ko'rmayapman. Mana bu joyda avvalambor mana bu joyda magnet bor, otni taqasiga o'xshaydi. Mana bu joyga chizib qo'ygan. Mana shu magnetga bosib oladigan bo'lsak va ekranni mana bu joyiga qaranglar, aynan mana bu chizish moslamasidan foydalanamiz. Mana bunisidan emas, mana bunisidan foydalansak, grafik olib keladigan bo'lsak, o'zi mana qaranglar, magnet o'zi tortib olyapti, ko'ryapsizlar? Svechani yopilish narxiga o'zi tortib olyapti. Mana shu joyni men belgilayman. Biroz oldin sizlarga o'rgatganimdek, biroz oldin sizlarga ko'rsatganimdek, aynan mana shu bichi svechani yopilgan narxini belgilab olyapman. Unaqangi holat aynan mana bu joyda ham bor. Yana mana bu joyda ham bor. Yana mana bu joyda ham bor. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Uchinchi eng asosiy ma'lumotlardan biri, qora fonga qaytamiz yana. Birinchi darajali va ikkinchi darajalik himoya va qarshilik levellari bor. Bu narsa haqida sizlarga aytib qo'yishim kerak. Buni aytmayapman. Endi esimga tushib ketdi. Zato hali ham kechmas. Xullas, qaranglar. Mana bu joyga yozaman-da. Birinchi va ikkinchi chap tarafga birinchi darajalik, o'ng tarafga ikkinchi darajalik levellarni chizib beraman. Birinchi darajalik degani kuchliroq, sifatliroq, ishlash ehtimoli yuqoriroq bo'lgan levellarga aytilinadi. Bunday levellar aynan mana bu joyda yana ham kattaroq chizamiz buni. Bitta bichi svecha va bitta medveji svecha turgan svecha joylashuv bo'lsa, ayniqsa bu katta time frame da bu levelda biroz aytib o'tganimdek, qarshilik leveli deb belgilab olamiz. Qizil svecha borligi uchun emas, mana bu joyda yashil svechani yopilgan narxi borligi uchun bu joyni biz qarshilik zonasi belgilab olamiz. Bu joyni birinchi darajali level deb
maqtashimga sabab bu joyda ham yashil svechani yopilgan narxi, ham medvejiy svechani ochilgan narxi joylashib turgani uchun aynan bu birinchi darajali level hisoblanadi. Xuddi shu mana shu holat bo'yicha ikkinchi darajali level qilishimiz mumkin buni. Bitta bichi svecha mana bu joyda yopildi, keyingi bichi svecha mana shu joyda ochildi, vot mana bu ham yopildi. Keyingisi yana mana bu joyda ketyapti dalshi. Bunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, men nima deb aytdim biroz oldin? Mana bu bichi svechani yopilgan joyini biz level deb olamiz, qarshilik zonasi deb, rezistans zona deb. Ikkinchi darajali level hisoblanadi. Chunki bu joyda medvejiy svecha yo'q. Bozor line chart ko'rinishda shunchaki mana bunaqangi holat. Ozgina korreksiya beradi, ko'tariladi. Ozgina korreksiya berib ko'tariladi. Ozgina korreksiya berib ko'tariladi. Bu joyda struktura yo'q. Kichkina time frame ga o'tib, strukturasi bor. Mana bunaqa chap tarafdagi birinchi darajalik struktura bo'yicha kuchli, sabrli struktura emas. Bu tarafda juda oz qisqa struktura bilan bozor kuchli ko'tarilib ketyapti. Bu joydagi levellardan himoya zonasi qilib, mana bu joyni belgilab olib foydalanishdan ko'ra, mana bu zona bo'yicha, birinchi darajali tarafdagi zona bo'yicha foydalanadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki mana bunaqangi holatda mana buni o'chirib tashlayman, uje kerak emas ekan. Bozor dalchi ko'tarilib ketyapti. Qaranglar, tasavvur qilinglar, mana bunaqangi bo'lib o'sgandan so'ng один прекрасный moment bozor qulashni boshlab turib, mana bu levelga kelgan paytda biz mana shu leveldan bemalol foydalansak yarashaveradi. Bozor mana shu joyga keladi. Agar men hozir sizlarga ko'rsatadiganimdek qilib belgilaydigan bo'lsanglar, kelib точно mana shu joyga tegadida и обратно orqasiga o'ta katta normalniy mana bunaqangi reaksiya beradi. Deyarli unaqa ko'p yurmaydi bizning zararimizga. Mana bu chap tarafdagi holat o'ng tarafdagi holatdan sifatliroq, aniqroq, точныйroq ishlaydi. Shuning uchun ikkita darajaga bo'ldim. Bu narsani ham daftaringizga chotki qilib yozib olinglar. O'ta muhim, kerakli ma'lumot bu. Buni e'tibordan chetda qoldiradigan bo'lsanglar, analiz paytida qiynalib qolasizlar yoki voy bilin, men o'rgatgan ma'lumotingiz ishlamayapti, stop loss olyapman, tudaydi, shunga o'xshagan holatlar kuzatilinishi mumkin. Xo'p, grafikaga qaytamiz. Ko'zinglarni tayyorlab turinglar. Hozir oppoq fonga yana qaytarib olaman. Ogohlantirib qo'yapman, garchi. Xullas, mana xuddi ana o'sha aytgan zonalarim mana shu joyda turibdi. Endi biz birinchi darajali levelni belgilab olishimiz uchun qaranglar, mana bu joyda bir donagina, atiga bir donagina medvejiy svechamiz qolib ketgan ekan. Mana shu joyni belgilab olaman. Medvejiy svechani yopilgan narxidan belgilab olyapman. E'tiborni yaxshilab qaratinglar, jon o'rtoqlar. Mana bu joyda men mana bu svechani ochilgan narxidan olmayapman, yashil svechani. Medvejiy svechani yopilgan narxidan olyapman. Aynan bu joy holat bo'yicha svechani qayer yopilgan, qayer ochilganligini menimcha sizlar aniq tushunasizlar. Medvejiy svechani ochilgan narxi yuqorida bo'ladi, yopilgan narxi pastida bo'ladi. Ochilgan narxi yuqorida, yopilgan narxi pastida. Bichi svechaniki xuddi shuni teskarisi. Ochilgan narx mana bu joyda, yopilgan narx mana bu joyda. Bu narsaga katta ahamiyat beringlar. Support zonani belgilab oldim. Endi bu joydan men qarshilik zonani belgilab olishim kerak. Mana bu bichi svechani mana yopilgan narxidan olyapman. E'tibor beringlar, bichi svechani yopilgan narxi bilan medvejiy svechani ochilgan narxi bir-biri bilan bitta deyarli urovenda turibdi. Mana bu joyni aynan belgilab olyapman. Albatta, bu joy narx yuqorida bo'lganligi uchun narx yuqoridan pastga keladigan bo'lsa, birinchi belgilab olgan levelim ham, ikkinchi levelim ham albatta support zonani bu joyda vazifasini o'taydi. Lekin narx yuqoriga mana bu qizil svechani mana bu joyda qarshilik yuqorini buzib chiqib ketishdan oldin bu joy qarshilik zonasini o'tagan. Uje bu zerkalniy uroven haqida menimcha sizlar bilasizlar. Bilmaydigan bo'lsanglar, qarochi e'tibor qaringlar, juda ham oddiy oson. Bozor keldi, support zonani yasadi, ko'tarildi. Qarshilik zonani yasadi, resistance zonani tushdi. Support zonaga kelib va support zonani buzib tushdi. Oldin support zona bo'lgan joy endilikda bozor agar ko'tariladigan bo'lsa, bu joy rezidence zonani bizga vazifasini o'taydi. Bozor dalshi mana bu yoqqa yurishi uchun. Klassik kitoblarda aynan mana shunaqangi holatda chizib ko'rsatgan va bu narsa o'ta go'zal ishlaydi bozorda. Qaranglar, bozor ko'tarilyapti, qarshilik zonasini yaratdi, tushdi, himoya zonasini yaratdi, ko'tarildi, qarshilik zona buzildida, narx qachonki mana shu qarshilik zonaga kelgan paytda bu joy endi qarshilik emas, himoya zonasini bizga o'taydi. Mana shu narsani ham daftarlarga chizib olinglar, kerak bo'lib qoladi. Oylik time frame'da biz levellarni belgilab oldik. Endi shunday haftalik time frame'ga o'tamiz. Mana bu belgilab olgan levelimga men hozir belgi qo'yib qo'yaman.
mana bu joydagi o'ng tarafdagi yozuv sizlarga ko'rinyapti deb o'ylayman degan umiddaman. Mana bu pastdagi levellarni o'chirib yuboraman chunki bu juda ham uzoqda, hali aynan hozirgi moment bo'yicha gaplashamiz. Oylik time frame'dagi supportimiz aynan haftalik time frame'da mana bu medveji svechani yopilgan joyidagi support zonaga ro'para kelyapti. Bu sizlar uchun tasodifmi, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, albatta tasodif emas o'rtoqlar. Bu oylik time frame'dagi support zona haftalik time frame'dagi support zona bilan bir xil narxda turibdi. Aynan mana bu svechani qayerdan reaksiya olganiga qaranglar. Diqqat bilan. Mana bu yashil svecha aynan qayerdan reaksiya olyapti ko'ringlar. Oylik time frame bilan haftalik time frame'dagi support zona bitta joyda turibdi. Bozor kelgan, mana shu zonaga ozgina tekkan, obratni orqasiga qancha pips ko'tarilayotganini ko'ryapsizlarmi? Mana snayperskiy vhodlar, snayperskiy kirishlar qayerdan paydo bo'ladi? Endi haftalik time frame'dagi qarshilik zonalarini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda aynan mana shu svecha, aynan mana bu svecha haqida gapiryapman. Svechani yopilgan joyini belgilab olyapman, qarshilik zona. Va bu narxga ham men belgi qo'yib qo'yaman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Haftalik time frame rezistansiya qarshilik qarochi. Va yana bir narsaga e'tibor berishim kerak. Haftalik time frame'da aynan mana bu joyga o'tgan hafta bilan ilgargi haftani ochilgan yopilgan joyini belgilab olishim kerak bo'ladi. Mana bu svechani yopilgan narxini belgilab olyapman. Mana bu svechani ochilgan narxi. Bu degani mana bu yashil svecha turibdi-yu, aynan mana bu qarshimizdagi mana bu svechaga qaranglar. Bu yoqqa e'tibor bermay turamizda. Aynan mana bu yashil svechaga qaranglar, bo'chi svechaga. Ochilgan narxi mana bu joyda, yopilgan narxi mana bu joyda. Undan keyingi svecha nima bo'lyapti? Undan keyingi svecha ham ochilganda birinchi pastga tushgan. Birinchi pastga mana bu uzun soyasini qo'yganda, obratni mana buni qarshiligini buzib chiqib ketib yuqorida yopilyapti. Значит, bu joyda mana bu joydan boshlayman. Line chartda mana bunaqangi holatda ko'rinadi. Avval bozor tepaga yurgan va yopilgunga qadar oylik time frame'dagi svecha aynan mana bu joyda yopilgan. Undan keyingi svecha ochilganda pastga tushgan, birinchi mana bu yoqqa soya qo'ygan, aynan mana bu svecha. Vot soyani qo'yyapti-da, lekin svecha yopilgunga qadar obratni mana bunaqangi yuqoriga birinchi ko'tarilgan, tepada ham soyasi bor. Yuqoriga soyani qo'yib, lekin yopilgunga qadar aynan mana bu joyda qaytib tushib yopilyapti. Kichkina time frame'da yoki line chartda mana shunaqangi strukturani o'z ichiga olgan mana shu ikkita svecha. Shundan keyin mana bu joy aynan qarshi himoya zonasi qilib belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta ikkinchi darajali himoya zonasi. Birinchi darajali himoya zona emas. Chunki bu joyda ikkita bo'chi svecha yonma-yon turibdi. Xuddi shunday ekan, bu joy ikkinchi darajali himoya zona. Все равно biz bu joyni e'tiborga olishimiz kerak. Bu joyni mana bu joyga yozib qo'yaman. Bu joyni men open close deb qo'yib nomlayman. Ochilgan, yopilgan. To есть mana buni yopilgani, mana buni ochilgani. Bu уже avtomatik meni nazarimda ikkinchi darajalik himoya va qarshilik levellari ekanini anglatadi. Sizlar ham o'zingizlarga keraklik nomni, laqabni o'ylab topishinglar mumkin. Xo'p, haftalik time frame'da qiladigan ishimiz tugadi. Kunlik time frame'ga o'tamiz. Kunlik time frame'da ham biz levellarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ana o'sha asosda. Mana bu joyda qaranglar. Bozor kuchli tushgandan so'ng kanal bo'ylab ko'tarilishga harakat qilyapti. Line chartga shunday oladigan bo'lsak, shunday ko'rinib turibdi. Ko'tarilib boruvchi minimumlar, ko'tarilib boruvchi maksimumlar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Line chartda shunaqa. Switchning chartda mana bunaqangi holatda. Xo'p, endi oylik time frame'dagi support zonamiz ekan. Mana bu joyda yozgan zonamiz qaranglar. Aynan mana bu switchning yopilgan joyi oylik time frame'dagi support ekan. Bozorni ko'ryapsizlarmi? O'tgan hafta qayerdan qanaqa reaksiya qilayotganini. Aynan mana bu reaksiyaga e'tiborimizni qaratamiz. Qaydan qanaqa ko'tarilayotgani. Qanday snayperskiy vhodlar qilish mumkinligini tushunyapsizlarmi endi? Kunlik time frame'da ham level belgilab olamiz. Aynan mana bu oxirgi svechalarni minimumga qaranglar o'rtoqlar. Mana bu joyga bunday chizadi olib kelsam qaranglar, magnit hop etib yopishib qolyapti. Aynan yopilgan narxga. Aynan yopilgan narxni belgilayman-da va bu joyni yozaman. Kunlik time frame'dagi support zona. Xuddi unday zona mana bu joyda ham bor. Bu joyni ham belgilab yozib olaman. Xuddi ana o'shanday zonada yana mana bu joyda ham bor va bu joyga ham e'tiborlar qaratinglar. Kunlik time frame'dagi aynan mana bu svechani yopilgan joyi himoya zonasidan bozor qanaqa chotki reaksiya qilganini ko'ryapsizlarmi? O'ta go'zal, o'ta go'zal. Men bu joydan daji aynan mana shu joydan bayga ham ushab, bir yetarlicha profit qilib oldim. Sodda qilib aytganda. Keyin o'rtoqlar e'tibor beringlar, bu joyga yozishim shart emas, chunki bu joy uje bir marta ishlab bo'lgan. Bir marta ishlab bo'lgan zonani biz qaytib belgilamaymiz, qaytib u zonadan foydalanmaymiz, chunki birinchi safar ishlashda o'ta go'zal ishlaydi. Xullas, bu joyda hamma zonani belgilab oldik. Endi kunlik time frame'da mana bu joyda qarshilik zonani belgilab olishimiz kerak. Qarshilik zona aynan mana bu yashil svechani yopilgan narxiga to'g'ri keladi va mana bu joyda ham bor u zona. Lekin mana bu zonadan so'ng yangi mana bu zona paydo bo'lganligi uchun
uchun mana bu pastdagi, bu orqa fondagi, bu yoqdagi zonalardan ko'ra eng oxirgi, eng so'nggi levellarda foydalanishni men lozim deb topaman. Chunki shaxsiy tajribamda eng oxirgi qoldirilgan zonalar yaxshiroq, sifatliroq ishlaydi. Kunlik time frame'dagi levellarni belgilab oldik. Mana bu joyga yozib qo'yaman. Endi 4 soatlik time frame'ga o'taman. Uje kichkina time frame'larga o'tib, rejalarni detallashtiryapmiz. Qaranglar, kunlik time frame'da belgilagan levelim 4 soatlik time frame'da ham o'ta go'zal holatda turibdi ekan. Kunlik time frame'da aynan mana bu svecha, aynan mana shu svechani yopilgan narxiga yaqinroq level aynan mana bu svechani yopilgan narx to'g'ri kelyapti. Va yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu svechadan uje mana ko'ryapsizlar, snaypersga kirishlardi mana. Kelgan, ketgan. Mana ular tegmagan-u, tegmaganni hisoblamaymiz. Chotki tekkan. Snaypersga entry ko'ryapsizlarmi, ketgan. Mana bu joyni ham men belgilab olgan bo'lardim. Aynan mana bu svechani yopilgan narxini, lekin bu joyda 1, 2, 3 marotaba bozor ishlab, bu joyda biz daromadni olib bo'lgan bo'lar edik. Bu joyda hozir ishlamagan joylardan bittasi bu aynan mana shu svecha. Aynan mana shu svecha mana bu. Bu svecha kakras kunlik time frame'dagi qarshilikka ham to'g'ri kelyapti. Demak, bu joyni men mana uje 4 soatlik time frame'da ham belgilab olaman-da. Endi 1 soatlik time frame'ga o'taman. 1 soatlik time frame'ga o'tganimdan so'ng kunlik 4 soatlik time frame'da belgilagan levellarim aynan mana bu medveji svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. To'g'rimi? Endi men mana shu joydan deb mana bu levelni qo'shimcha qilib belgilab olishim mumkin bo'ladi. Aynan mana bu bichi svechani yopilgan narxi, aynan mana bu medveji svechani yopilgan narxi. Ikkita levelni orasi mana shu joyda turibdi. Endi men mana bu joyga yozib qo'yaman-da 1 soatlik Endi men nima qilaman bilasizlarmi o'rtoqlar? Bozor dushanba kunimi yoki qachondir ochiladigan paytda men aynan mana shu ikkita levelga sell limit qo'yib qo'yaman. Sell limit qo'yishni bilmaydiganlarga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sell limit qo'yishni biladiganlarga ham assalomu alaykum, yaxshimisizlar? YouTube ga kirib sell limit qo'yishni bilmaydigan bo'lsangiz, sell limit qo'yish mavzusiga yozadigan bo'lsangiz, ana o'shancha videorolik kelib chiqadi va ulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 50-94 aynan mana bu joyga yozaman, qaranglar. 84 ekan. Birinchi levelimiz 50-84.63. Tochka verguligacha qo'yib tashlaymiz. Mana bu joyga bitta sell limit va mana bu joyga qaranglar 50-86-68. Всё. Mana shu ikkala levelga sell limitni joylashtiraman. Dushanba kuni agar bozor ochiladigan bo'lsa, bu narsani sizlar demo shotda yoki bo'lmasam sentovoy shotda yoki bo'lmasam zelka qilmasdan o'zinglar uchun aynan mana shu levelni prosto tag belgilab olib kuzatishingiz mumkin. Mana shu joyga bozor kelganda, qanchadir biz bilmayman qancha yurar ekan, lekin mana shu joydan bozor katta ehtimol bilan reaksiya beradi. Bu narsani kuzatishimiz mumkin. Men aniq aytmayapman, reaksiya beradi. Katta ehtimol bilan, ehtimoliy nazariyasi bo'yicha. Chunki bu joyda 100% ishlaydigan narsani o'zi yo'q. Xullas, shunaqa mana shu levelni kuzatishimiz mumkin. Endi bayga zelka qilishim uchun esa mana bu joyda haftalik va oylik time frame'dagi levellarimizga e'tibor beramiz. 4 soatlik time frame'ga to'g'ri kelyapti. 4 soatlik time frame'dagi mana bu bichi svechani yopilgan narxiga, qaranglar, medveji svecha adashib ketdim. Bichi svechani yopilgan narxiga haftalik time frame'da belgilab olgan resistance zona deb belgilaganimiz o'sha narxni buzib chiqqan. Hozir bu joy support vazifasini o'taydi. Narx keladigan bo'lsa, shuning uchun mana shu joyni belgilab olamiz. Va ikkinchi belgilab oladigan joyimiz haftalik time frame'dagi open close deb yozgan bo'lsam, mana shu open close'ni yanada mana bu joyda medveji svechani yopilgan narx turibdi. Mana shu joyni ham men belgilab olaman. Aynan chotki ishlashi uchun. Men mana shu belgilab olgan levellarimni endi 1 soatlik time frame'ga o'taman-da, yana ham aniqroq qilaman, yana ham detalllashtiraman, yaqinlashtirib belgilab olaman. Uje unaqa joy qolmabdi deyarli. Всё. Hammasi juda ham chotki. Bozor agar bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu joyga buy limit qo'yishimiz mumkin. Mana bu joyga qaranglar. Birinchi narx 49.88.73, ikkinchi narx 49.88.47. Mana shu joyga ikkita buy limit qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyga ikkita buy limit qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Natijasini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Yuqori ehtimol bilan buni natijalari haqida men esimdan ham chiqib ketadi. Prosta sizlar kuzatishingiz mumkin. Aynan mana bu o'sishlarni qaranglar o'rtoqlar. Qayta time frame'da biroz oldin ko'rsatganimdek, где-то bir 140 pips atrofda biz zararimizga yurgan ekan, lekin daromadini ko'ryapsizlar. Necha soatnashinada foyda qilishimiz mumkin. Bu aynan qayerdan kelganini bilasizlarmi? Bu aynan oylik time frame'dagi holat bo'yicha kelgan. Haftalik time frame'ga olamizda. Haftalik time frame'dagi supportni belgilaymiz. Mana bu joyga belgilaganman, qaranglar. Kunlik time frame'ga o'taman. Ana shu kunlik time frame'dagi aynan mana bu joydagi supportga to'g'ri kelyapti. 4 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da ham aynan mana shu levelga to'g'ri kelyapti. Даже 4 soatlik time frame'da mana bu joydagi open close ga chotki kelgan. Qaranglar mana reaksiyani. Mana bu joydagi bichi svechani yopilgan narxiga to'chni kelgan. 1 pips ham biz zararimizga yurmasdan dalshi ketgan.
Men bu joydan bayga ushlaganman albatta, bundan foyda qilganman. O'zim foydalanganim levellarim haqida sizlarga ma'lumot beryapman. Keyingi videorolikda aynan mana shu holat bo'yicha trend liniyalarni qo'shib ishlatishdi. Trend liniyalarni qo'shib tasdiqlar olib, yana ham mana bu snayperskiy qiladigan joylarimizni aniqlashtirish, tiniqlashtirish haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga bu narsa qiziq bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman, yozishingiz mumkin. Hech kimda kommentariyasi e'tibordan chetda qolib ketmaydi. Hammalar kommentariyalarda o'qishga harakat qilaman. O'qiyman, deyarli 99% holatda javob bera olmasam-da, javob berishga ulgurmasam-da. O'rtoqlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar, gaplashamiz.